Assalomu alaykum, sizlarga Maklar Akmal. Mana bozorimizga ham kirib keldik. Bozorimiz ko'rasiz, tong ertalabdan mana odamlar uch kelishni boshladi. Soatimiz diyorimizda 11. Xudo xolasa mana birinchi uy egalaridan assalomu alaykum. Valla keling, yaxshimisiz? Charchamaysiz, tuzimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Uy sotgan chiqibsiz-da. Shuna bir qani nima sizda taklif bor? O'zingiz uyingizmidi? O'zim uyim. Aha. 2 etajli domda. Aha. Qayerda joylashgan? Mana Yujniy vokzal orqasida. Yujniy vokzal orqasida. O'zgarish, ha? O'zgarish. 2 etajli dom. Sadiy ko'cha. Aha. Mana aytavering, remont qanaqa, necha kvadrat? Remonti zo'r. Aha. 70 necha ham kvadrat. Aha. Endi hovlilari bor, podvollari bor. O'shalarni qo'shganda 100 qancha ham? 120 kvadrat chiqar ekan. 120 kvadrat. Aha. Hojatxona ikkita. Aha. Sharoiti zo'r. Hollarni qimmat taxtadan qo'yilgan, eshiklari ham qimmat eshiklar qo'yilgan. Aha. Kuxonnilar ham qimmat kuxonnilar qilingan. Hammasi yaxshi turibdi. 2 etajli dom, ha? Birinchi etaj. Birinchi etaji. 2 etajli domlar buzilishga tushgan degan gaplar bor. Tushgani bizani mahalla buzilmaydi. Tushmagan, qaranglar. 2 etajli domlarni olib tashlashgan u qizildan. qizlar hammasi yoppasiga hammasini buzishga tashlamagan hali. Faqat avariyniy holatdagi domlar buziladi. U 2 etajli bo'lsin, 4 etajli bo'lsin, 9 etajli bo'lsin, avariyniy holatga kelgan domlarni buzadi. 2 etaj degani buzilar ekan degan xayolga bormanglar. Unaqa ko'pchilikda shunaqa fikr. Uy tetik bo'lsa, devorlari mustahkam bo'lsa, yana chidab berish muddati uzoq bo'ladigan bo'lsa, u buzilmaydi, turaveradi. Sizniki buzilmaydi, so'zga tushmagan, ha? Yo'q, olib tashlagan. Aha. Keyin qishlardachi gaz yoqmasa ham, atapleniya yoqmasa ham issiq turadi. G'ishli dom, aha. G'ishlikni kalag'ishiga bo'lgani uchun, Yaxshi. qalin bo'lgani uchun issiq turadi xona. Yozda muzdekkina bo'lib turadi. Xudo xolasa, ha. To'lovlari ham shaharga qaraganda kamroq. Kamroq, ha. Qo'shnilar zo'r qo'shnilar, ahil hamma. Maktab, bog'cha Endi maktab bog'cha sal uzoqroq, endi men bu yangi yo'lga yaqini. beramiz deyishyapti shu 1-2 yilda. Yo'lga qanchalik uzoqda? Yaqinda sentr bo'ladi deyishyapti. Bu yoqdan 2 kilometr. Mana yangi mostdan tushganda ozgina orasi. Yaqin. Qancha duvot udingiz, qancha qilib berasiz? Kelishtirib beramiz borisi. Bu yerda 70 ming yozgan ekansiz. Kami bormi? Ha, bor. Kelishtirib berasizmi? Bor. Bizning nomimizdan chiqsanglar, Xudo xolasa kelishtirib beradi. Uyi borib ko'rishsa, yaxshi kelishtirib beramiz. Rasm lokatsiyasi bormi sizga Telegramda yozsa? Bor. Ismingiz nima? Zuhra. Zuhra opaga telefon qilaverasiz, mana shu variant bor. Sizlar bilan Maklar Akmal, obuna qo'ysiz, esingizdan chiqmasin. Mayli, sizlarni ham Uy xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Rahmat. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Mobodo sotilib qolsa aytib qo'yarsiz. Qiziqarli bo'lsa telefon qilaverasizlar. Yurishni davom etamiz. Qani kimda nima taklif bor ekan? Assalomu alaykum. Reklamaga kerak emasmi? Qaranglar, YouTube'da 10 ming prosmotr ko'rilsa ham, o'shaning o'zi ham zo'r prosmotr. Bozorga keldim, mana hammasi sanasak, hali 100 ta ham chiqmaydi, 50 ta odam borda. YouTube'ga chiqaveringlar. Ko'z oyna kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlar videoga tushishga uyaladigan bo'lsangiz, ko'z oynagim bor, beraman. Ko'z oynanglarda gaplashaverasizlar. Assalomu alaykum. YouTube'ga teka reklama ya. Bu kimda bormi xohish? Mana bozor o'z chegarasi mashitdan boshlanadi. Bozor-ku mashitdan uy bozorchilarga shu yerdan joy ajratib berishgan. Bozorimizni Toshkentdagi uy bozori ko'rinishi qisman shunaqa. To'liq shunaqa. Odamlar hali yakshanba kunlari shunaqa ko'p bo'lib ketadi. Assalomu alaykum. YouTube'ga teka reklamaga. Nima deysizlar? Variantinglar bo'lsa aylantirib yuborardik. Bormi reklama aylantiradigan? Bu yerda 3-4 ta tanish maklerlarim bor, hali chiqmabdi, kelmabdi. Ular kelsa suhbat qilamiz. Hozircha dam olib turamiz, choy ichib turamiz, suv ichib turamiz. Bugun juma, ko'pchilik hozir jumaga tayyorlanib, jumaga ketib, kami qaytib keladi, deyaptilar. Bu yerda hozir To'xtamurod akamiz ularning tavsiyalariga amal qilgan holda hozir biz ham jumaga tayyorgarlik, jumaga ketamiz. Bugungi syomkamiz shu yerda to'xtaydi. Ertaga shanba, yakshanba xudo xohlasa kelaman. Ertangi kungacha kimda qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, yozib ketinglar kommentariyasiga. Ularga javob berib o'taman. O'tgan hafta qo'yilgan video bo'yicha savollarga hozir javob beraman. Bittasi tak hozir
Sizni anchadan beri kuzataman. Ishlarga rivoj, rahmat. Yana kelibsizda bozorga. Keldik bozorga. Reklama tekinmi? Reklama tekin. Shu yerda uchrashsak tekin qilib beramiz. To'g'ridan to'g'ri kesmasdan, uzmasdan montaj qilamiz. Kesmasdan, uzmasdan hammasini ro'y rost qilib chiqazib beramiz, xudo xolasa. Yana nima gap? Sergelidan ijaraga qo'yishga 55 metr atrofida uy kerak. Qara shu telefon nomerlarini yozib olib qoldi. Olib qoldi. Da, bo'ldi. Kimda variant bo'ladigan bo'lsa, taklif qilinglar. Klient bor, naqd pulga. Savollar 3 ta 4 ta savol kelgan, bitta ikkita omad tilashgan. Ertaga xudo xolasa tayyorlanib kelamiz yana. Ertangi kunga savol bo'lsa yozib qo'yaveringlar. Telefon qilganlar bo'lishdi, lokatsiya so'raganlar bo'lishdi, buni ham qo'yib qo'yaman. Qaranglar, hozirmanda mana bunaqa variantim bor. Food City bozor yonida 67 mingga Euro remotli 3 xonali uy. Rasmi lokatsiyasi Telegram kanalida qo'yganman. Kirib o'tsanglar bo'ladi 67 mingga naqd pulga. Xuddi shunaqasi bez remont. Kosmetika qilgan, santexnikasini qilish kerak. 60 mingga. Buni ipotekasi ham bor. Xohlasangiz ipotekaga, xohlasangiz naqd pulga. Food City bozor atrofidan uy so'raganlar bo'lsa, oramizda mana shunaqa variantimiz bor. Keyin men buni bugunga tayyorlab olib chiqdim. Endi buni ham ertaga olib chiqaman. Qaranglar. G'unchada, Chorsu, G'uncha, Tinchlik metroda uy so'raganlar bo'lsa, 2 xonali uy bor. Firdavs masjidining yonida. 9 etajli dom, 9-etaj 2 xona. Bez remont, xolodilnigi bor. Stiralkasini qo'yib beradi, xudo xolasa, yaqin kunlarda. Hozirgi holatda yo'q. Uni narxi $350. Uni ham rasmiy Telegramda bor. Akmal Arenda deb yozsanglar, mana monitorda chiqyapti, ekranda chiqyapti, kirib ko'rasiz. Arenda Chilonzor Shuhratda bor. Shuhrat Perkroskada Oqtepa lavash orqasida 3 xona, 2-etaj, 5-etajga dom. Primoy variant. Hammasi hozirga yetayotgan variant, hammasi primoy variant. Oralarda makler bo'ladigan bo'lsa, telefon qilinglar, 50 kelib ishlab yuboramiz. $600, $200 depoziti bor. Oila va inostranslarga farq yo'q. Xitoy bo'lmasa bo'ldi. Qo'yamiz. Bu ham primoy variant. Keyin Qo'yliq 6-massiv metroning yonida где-то 300 metr ichkariga kiriladi. 9 etaj domi, 9-etaj 2 xona, bipshi общежитие dom, hamma sharoiti bor. Xolodilnik, konteyner, stiralkalarigacha bor. Uni narxi $400. Hammasi rasmiy Telegramda bor. Lokatsiyasi mana ko'ryapsizlar. Xohlasanglar shu joyni skrinshot qilib olinglar yoki yozib olib qolasizlar. Yana variantimiz, yana mana shunaqa taklif bor. Ko'ryapsizlar buni. Video boshidan oxirigacha taqib yuraman. Xohlasanglar Место для вашей reklama deydi-ku. Variantinglar bo'ladigan bo'lsa, arzon variantinglar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa qilib ham tekinga nok qo'yib, video boshidan oxirigacha sizni reklamangiz ketadi. Telefon nomerlar, narx-navosi, lokatsiyasi hammasini menga tushunarli, rost, nima desa bo'ladi, aniq qilib bayon qilib bersanglar, uni ham joylashtirib beraman. Bugun variantimiz, bugun so'mkamiz shu yerda tugaydi. Bozorni ko'ryapsizlar. Qo'llab qolgan. Balkim kelsalar, bugun kelishi ham mumkin. Mani vaqtim chegaralangan, hozir uy ko'rsatishga borishim kerak. Bitta uyni arendaga topshirganman, uni joylashtirishim kerak. Shunaqa o'zimning ham shaxsiy ishlarim bor. Hozir kayfiyatga qarab, ularni ham sizlarga ko'rsataman. Olmay qo'ysangizlardan chiqmasin, sizlarni makler Akmal. Pastda nomer. Xudo xohlasa, mana shu mashinada xizmatlarni qilamiz. Onyx 2024-yilgi 6-pozitsiya, redlinedan bitta pastga. Endi buni ham buyog'iga buni oylik to'lovi 3700 dan chiqyapti. To'lashim kerak. Nima desa, qo'llab-quvvatlaydiganlar, xohishi borlar, nima desa bo'ladi, oila bo'lib ketadigan obunachilarim bo'lsa, pastda raqam, karta nomerlar yozib qoldiraman. To'lashib yuboringlar. Mana shu to'laymiz endi birgalikda. Xudo xolasa uchrashganimizda, borganimizda, yoninglarga borganimizda, mana shu mashinada xudo xolasa yetib boramiz. Kerakli manzilga, kerakli vaqtda, xudo xolasa tezkorlikdan yetib boramiz. Tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Biz bu mashina bor edi, endi o'zimga o'tyapti. Onyx bilasizlar, monitor. Endi hozir
12'si hech ya'ni hammaga notanish emas. Ko'pchiligi tanish bo'lib ketgan mashina o'zimizda O'zbekistonda chiqayotgan. Rangi oq, propani bor. 110 ming yurdi 2 yil ichida. Ben Bunyodkor stadionga keldik. O'ng qo'limizda Bunyodkor stadion, metro Chilonzor. Chilonzordan chiqasizlar, mana ko'prikdan o'tyapmiz. Stankiyaga kelyapmiz. Hatto Stankiyaga kiradigan joy bor, avtobusning oстановкаga kirasizlar. O'sha payt to'g'ridan-to'g'ri Stankiyaga o'tib ketamiz. Stankiyaga kelyapmiz. Adamari, Texnomart, Integro. Tak, ichkariga Stankiyaga joylashtiramiz hozir. Bugun havo yaxshi, bulut. Endi dim bo'lib qolmasa, atak bulut. Mashinani joylashtiramiz. Mashinani shu yerga qo'yamiz. Shu bilan yetib keldik biz manzilga. Uy bozor mana. Uy bozor mana shu yerda joylashgan. O'zga kelaverasizlar. Mana shu joy uy bozor bo'ladi. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugun nima gap, nima yangilik? O'zi bozor asosan shanba, yakshanba ko'p kunlari, ayniqsa yakshanba kunlari mijoz, klient, dehqonlar, uy sotadiganlar juda ko'p bo'ladi. Qolgan kun kelsalar ham bo'ladi.